Mana, to'pga tegmasdan golni qanday to'xtatish mumkin? Hakam bu harakatdan hayratda qoldi. To'p havoda. Darvozabon Alisson jamoasi uchun gol urish umidida oldinga chiqdi. To'p tushganda Manchester City o'yinchilari bosh bilan urib tozaladi. Keyin yarim himoyachi ikkinchi marta urib, to'pni uzoqroqqa yubordi. To'p Cherkiga tomon tushdi. U ko'kragiga oldi. Shu paytda Manchester City qarshi hujumga tayyorlanib, Holland va Cherki bilan son jihatidan ustun edi. Liverpoolda esa faqat Szoboszlay himoyada qoldi. Szoboszlay o'zini himoya qilish kerakligini tushundi, garchi bu juda qiyin ko'rinsa ham. Cherkida Hollandga pas berib yugurishni boshlash imkoniyati bor edi, lekin u tavakkal qilmay, maydon markazidan darvozaga to'g'ri zarba berdi. To'pda kuchi yetmadi va Szoboszlay uni to'xtatishga yugurdi, lekin uning oldida Holland ham gol urish uchun oldinga otildi. Holland shunchalik tez yugurdiki, Szoboszlayni quvib o'tib, oldinga chiqdi. O'sha paytda Liverpool gol o'tkazib yubormoqchi edi. Keyin Szoboszlay jarima maydoniga kirishda hal qiluvchi harakat qildi. U Hollandning ko'ylagidan ushladi. Bu uning tezligini sezilarli pasaytirdi va Szoboszlayga oxirgi lahzada ustunlikni qaytarib, to'pni saqlab qolish imkonini berdi. Lekin Holland ham uning ko'ylagidan ushlab, yugurishni sekinlashtirdi va yiqitdi. To'p ichkariga tushdi.